Assalomu alaykum. Bugun biz 8-sinf adabiyot darsligidagi Alisher Navoiyning ijodini o'rganamiz. Dastlab Navoiy ijodi, uning faoliyati haqida darslikda qisqacha ma'lumot berilgan. Demak, Alisher Navoiy o'z davrida ham turkiy, ham forsiy tilda, ikki tilda ijod qilgan. Shuning uchun ham biz bu shoirni Zullisonayn deb aytishimiz mumkin. Navoiyga o'z davrida so'z mulkining sultoni degan ulug' bir nom berilgan. Alisher Navoiy Xurosonning madaniy markazi hisoblangan Hirot shahrida tug'ilgan. Endi o'sha davrda, Temuriylar davrida Xuroson bu katta bir hudud, katta bir rivojlangan mamlakat edi va uning poytaxti Hirot edi. Endi mana bu yerda Xuroson so'zi haqida ma'lumot berilgan. Bu so'z kun chiqish, sharq degan ma'noni anglatadi. Eronning shimoli va sharqiy qismidagi tarixiy bir viloyat, tarixiy hudud. Endi Alisher Navoiyning otasi G'iyosiddin Muhammad Temuriylarni saroyida yuqori lavozimdagi amaldor bo'lgan va ijodga ham qiziqqan. Onasi Qobul shahzodalarini avlodidan. Navoiyni tog'alari Qobuliy va G'aribiylar ham ijod bilan shug'ullangan. Qobuliy, G'aribiy. Endi Alisher Navoiy o'z davrida bolaligida Farididdin Attorning 4600 baytdan iborat Mantiq ut-Tayr, ya'ni qush tili dostonini to'liq yod olgan. O'zi mantiq so'zi bu o'zagiga e'tibor qilsak, NTQ, ya'ni nutq. Tayr bu qush, ya'ni qushning nutqi degan ma'noni bildiradi. O'sha bizda tayyora deydi samolyotni, shuning uchun ham qushga o'xshatamiz, tayrga. Tayyoragoh deymiz aeroportni. Nimaga? O'sha tayrdan kelib chiqqan hammasi. Endi Alisher Navoiyning ijodida Hamsa dostonlari bu muhim, chunki 5 ta katta doston bilan butun bir hamsani yaratib, adabiyotimizga katta hissa qo'shgan. Bundan tashqari uning Muhokamat ul-Lug'atayn asari ham mashhur. Ya'ni bu yerda muhokama so'zini bilamiz. Lug'at bu til, ayn 2 degani, ya'ni 2 tilni muhokamasi. Bu yerda Navoiy turkiy til bilan forsiy tilni bir-biriga solishtirib, turkiy tilni afzalliklarini ko'rsatib bera olgan. Endi mana bu yerda Alisher Navoiyning lirik merosi berilgan, ya'ni o'sha davrda Navoiyni nasriy asarlari ham bo'lgan va bundan tashqari uni lirik merosi deganda biz o'sha turli xil g'azal, ruboiy, tuyuq, qit'a-fard kabi janrdagi she'rlarini tushunamiz va bu she'rlar ma'lumki devonga jamlanadi. Shuning uchun Navoiyni devonlarini ko'rib chiqamiz. Demak, Navoiyning birinchi devoni bu ilk devon deb aytiladi. O'zi nomidan ham ma'lum, shoirning mashhur she'rlari jamlangan va bu devon Navoiyning muxlislari, zamondoshlari tomonidan tuzilgan. E'tibor qiling, Navoiy o'zi devon tuzmagan. O'zi ijodini, she'rlarini bir joyga to'plamagan. Chunki kamtarlik qilgan, o'zini bunga loyiq ko'rmagan va muxlislar bu ishni amalga oshirgan. Shuning uchun ham ilk devon bu muxlislar tomonidan jamlangan. Endi ikkinchi devoni Oq qo'yinli muxlislar devoni deb nomlanadi, bu shartli ravishda. Nimaga oq qo'yinli muxlislar tomonidan tuzilgani uchun bu devon shunday deyiladi. Ya'ni o'sha davrda oq qo'yinlilar saltanati bo'lgan va o'sha oq qo'yinlilar saltanatidagi Navoiyga muxlis bo'lganlar bu devonni tuzganlar.
Demak, bu Oqko'yinli muxlislar devonini adabiyotshunos Avtondil Erkinov bu qo'lyozmani 2012-yilda fanga ma'lum qildi. E'tibor qiling, bu yangilik. Chunki 2012-yilgacha Navoiyning mana shu devoni, mana shu qo'lyozmasi ma'lum bo'lmagan. Endi shartli ravishda Oqko'yinli muxlislarni devoni deb ketaveramiz, chunki o'sha davrda Oqko'yinlilar sulolasi Ozarbayjon hududida, asosan Ozarbayjonda hukmronlik qilgan va mana shu Ozarbayjon hududlaridagi, endi bilamiz ozarbayjonliklar ham bular turk hisoblanadi va bizni turkiy tilda gaplashadilar va tabiiy hol ular Navoiyni turkiy ijodini tushungan, tili bir. Va o'sha Oqko'yinlilar sulolasi hukmronligi bo'lsa Ozarbayjonda va o'sha hududlarda istiqomat qilgan muxlislar tuzgan va devon hozirgacha demak shu nom bilan kelyapti. Endi mana bu yerda Badoye ul Bidoya devoni. Bu Badoye bu badiylik, Bidoya bu boshlanish, ya'ni badiylikning boshlanishi, go'zallikning boshlanishi degan ma'noni bildiradi. Bu devon Husayn Boyqaroning topshirig'i bilan tuzilgan. E'tibor qiling, mana bu dastlabki ikkita devon muxlislar tomonidan tuzilgan va 3-devonni esa Husayn Boyqaroning topshirig'i bilan tuzyapti. Endi Navodir un nihoya. Nihoya bu nihoyasi yo'q. Navodir bu nodirliklar. Ya'ni nihoyasiz nodirliklar degan bu 4-devon bu o'zi tomonidan tuzilgan. E'tibor qiling, Navoiyning o'zi tomonidan tuzilgan devon Navodir un nihoya. Buni eslab qolish oson. Masalan, ilk devon, dastlabki devon demak muxlislar tomonidan tuzildi. Oqko'yinli muxlislar devoni Oqko'yinlilar hukmronligini saltanatida tuzildi. Endi mana bu Badoye ul Bidoya, qarang, mana Badoye so'zi ham B, Bidoya so'zi ham B harfi bilan boshlangan, Boyqaro ham B. Mana shu bilan bog'lab eslab qolsangiz bo'ladi, ya'ni Boyqaro tomonidan buyurilgan, Husayn Boyqaro tomonidan. Endi Navodir un nihoya, mana Navodir so'zi ham N, nihoya so'zi ham N, ya'ni bu aynan Navoiyni o'zi tomonidan tuzilgan birinchi devon. Mana shu jihati bilan eslab qolsak bo'ladi shu joyigacha. Endi mana bu yerda Hazoyin ul Maoni devoni. Endi bu Hazoyin ul Maoni, Maoni so'zi bu ma'nolar degani, Hazoyin bu xazina degani, ma'nolar xazinasi. Endi biz bu Hazoyin ul Maonini devon desak ham bo'ladi. Aslida bu devonlarning jamlanmasi. Chunki Hazoyin ul Maonini o'zi 4 ta mustaqil devonni jamlanmasi bu. Ya'ni bular nima edi? G'aroyib us-Sig'ar, Navodir ush-Shabob, Badoye ul Vasat, Favoid ul Kibar. Mana 4 ta devon. Endi mana bu devoni foniy, bu foniy devoni bilamiz, Alisher Navoiy o'zini forsiy tildagi she'rlariga foniy tahallusini qo'llagan. Navoiy tahallusi turkcha she'rlarida, foniy tahallusi bu forscha she'rlarida bo'lgan va bu devonga 12,000 misradan ortiq she'r jamlangan ekan. Endi o'ylang, Navoiyning jami nechta devoni bor? Ilk devon 1, Oqko'yinli muxlislar devoni 2, Badoye ul Bidoya 3, Navodir un nihoya 4. Endi Hazoyin ul Maonini o'zi 4 ta. Jami nechta bo'ldi? 8 bo'ldi. Mana bu devoni foniy bilan 9 bo'ladi. Demak, Navoiyni jami 9 ta devoni bor. Bu judayam katta lirik meros, bu judayam katta ijod hisoblanadi.
Xo'p, mana G'iyosiddin Xondamir, bu Xondamirning o'g'li Alisher Navoiyga nima degan? Alisher Navoiy so'z bobida yetuklik maydonining chavandozidir. Ya'ni so'zni, ijodni bir maydon desak, o'sha maydondagi chavandoz bu Navoiydir. Chunki u shiddat bilan, xuddi chavandoz tezlik bilan otini yeldirgani kabi, Navoiy shiddat bilan juda ko'plagan asarlarni yozib ketdi. Bu Xondamirning o'g'li G'iyosiddin. Yo'q, adashdik. G'iyosiddin Xondamir bu Xondamirning o'zi bu. Ya'ni Xondamir Navoiy haqida Makorim ul Axloq asarini yozib ketgan. Makorim bu karim, aziz degani, axloq bu xulq. Ya'ni aziz xulq egasi deb Navoiyni hayotini yozib ketgan. Navoiy bilan birga yashagan, uni Navoiyni o'z ko'zi bilan ko'rgan, Navoiyni hayotidagi voqealarni, ibratli voqealarni to'plagan bir joyga. Bu mashhur tarixchi Xondamir demak Navoiyga shunday ta'rif bergan ekan. Xo'p, mutolaadan oldin Navoiyni ijodiga oid 3 ta she'riy parcha berilgan. Bularni janrini aniqlashimiz kerak ekan. Albatta, mumtoz adabiyotda biz janrlarni qofiyasiga qarab farqlaymiz. Har kimki chuchuk so'z elga izhor aylar, har nechaki ag'yor durur yor aylar. So'z qattig'i el ko'ngliga ozor aylar, yumshog'i ko'ngillarni giriftor aylar. Demak, izhor, yor, ozor, giriftor so'zlari qofiya a. Demak, bunday tartibdagi qofiyalanish ruboiyga xos. Ya'ni taronai ruboiylar shunday qofiyalanar edi. Endi izhor, yor, ozor, giriftor so'zlarida r harfi raviy bo'ladi. Bu yerda muqayyat qofiya qo'llabdi. Qofiyalanish tartibi 4 ta a bilan belgilaymiz. Mana bu yerda aylar degan bir so'zdan iborat radif qo'llabdi. Biz buni sodda radif yoki yig'iq radif deb aytishimiz mumkin. She'rni mazmuni menimcha oson, chunki kim odamlarga chuchuk so'z aytadigan bo'lsa, chuchuk so'zi bu shirin degani, kim odamlarga shirin so'z aytsa, har necha, ya'ni qancha ag'yor bo'lsa ham, ag'yor bu dushman, qancha dushman bo'lsa ham o'sha dushmanni yor aylaydi, ya'ni o'ziga do'st qiladi. Qattiq so'z odamni ko'ngliga ozor bersa, yumshoq so'z inson ko'nglini o'ziga maftun qiladi. Keyingi she'r. Kamol et kasbkim olam uyidin, sanga farz o'lmag'ay g'amnok chiqmoq. Jahondin notamom o'tmak biaynih erur hammomdin nopok chiqmoq. Bu yerda g'amnok va nopok so'zlari qofiyalangan. Bu degani 2 va 4 misralarga a harfini belgilab olamiz. Endi 1-misra uyidin deb tugadi. U yerda qofiya yo'q, b harfini qo'yamiz. 3-qator biaynih deb tugadi. U yerda ham qofiya yo'q, shuning uchun boshqa harfni qo'yamiz. Natijada ba da shaklidagi qofiyalanish kelib chiqadi va bunday qofiyalanish qitaga xos. Ya'ni 2 va 4-misralarda qofiya bo'lib, 1-3 misralar ochiq qolsa bu qita. Xo'p, bu yerda biaynih bu xuddi degani ekan. Xo'p, ma'nosiga qarang. Kamolni, ya'ni komillikni, yetuklikni kasb et. O'zingga odat qil. Bu dunyoga keldingmi, nimani kasb qil? Komillikni kasb qil. Chunki olam uyidan, bu olam, bu dunyo bir uy bo'lsa, bundan g'amnok chiqish, g'amgin holatda chiqish senga farz o'lmag'ay, ya'ni senga farz bo'lmadi. Bilamiz, farz amallar bu Alloh tomonidan buyurilgan amallar, bajarilishi majburiy amallar hisoblanadi. Demak, biz uchun
bu dunyoni uyidan ertaga o'lgan vaqtimizda u dunyoga ketganimizda g'amnok holatda ketishimiz bu yaxshi emas. Endi g'amgin o'ylang, kim g'amgin holatda ketadi bu dunyodan? Pushaymon, afsus, nadomat to'la ko'zlar bilan kim ketadi g'amgin holatda? Ertaga bu olam uyini kim shunday holatda tark etadi? Komillikni o'ziga kasb qilmagan odam, chunki uning umri bir sarobdir. Jahondan notamom o'tish. Notamom degani qarang, tamom bu tugallangan degani, notamom bu tugallanmagan degani. Ya'ni bu dunyodan tugallanmagan holatda o'tadigan bo'lsak, ya'ni komillikka erishmay ketadigan bo'lsak, biaynih, xuddi hammomdan nopok chiqqanimizga o'xshaydi. Chunki hammomga kirishdan maqsad nima edi? Bu maqsad poklanish edi, lekin poklanmay chiqdikmi hammomdan? Demak, biz mantiqsiz ish qilibmiz. Xuddi bu dunyo bir uy, bu dunyo bir hammom va unga biz nima uchun keldik? Komillikka erishib, bu dunyoni obod qilish uchun keldik va shu vazifani bajarmay chiqib ketadigan bo'lsak, bizning hayotimiz ham mantiqsiz bo'ladi. Uchinchisi, kishi aybini yuziga izhor qilma. Demak, birovni aybini yuziga aytma. Tahammul ayla. Ya'ni sabr qil, chida. Mana tahammul so'zi bu chidash, sabr degani. O'z aybingga zinhor, ya'ni o'zingni aybingni o'yla. Birovni aybi bilan nima qilasan? Izhor va zinhor so'zlari kofiyalangan a. Demak, ikki misradan iborat bo'lgan a shaklida kofiyalanadigan she'rlar bu fard deb nomlanadi va asosan fardlar bu nasihat shaklida yozilishidan xabaringiz bor. Xo'p, endi biz Navoiyni g'azallariga o'tamiz. Xo'p. Boshladik. 1 2 3 4 g'azal ekan. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay, oncha borkim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Endi bu g'azalni qofiyasi shod, obod, ozod, bunyod, mutot. E'tibor qilsak, g'azalning birinchi bayti matla deb aytiladi. Matla so'zi bu boshlanma degani. Oxirgi bayti maqta deb aytiladi. Endi matlada birinchi misra bilan ikkinchi misra o'zaro qofiyalanadi. Ya'ni shod-obod so'zlari mana a. Endi mana shu qofiyalanish tizimi keyingi baytlarning faqat ikkinchi misralarida bo'ladi. Shuning uchun ham biz ikkinchi misralarga a harfini belgilab olamiz. Birinchi misralarga esa boshqa harflarni belgilaymiz. A, B, D, E, F, G, H va hokazo. Mana g'azalning qofiyalanishi. Endi shod, obod, ozod, bunyod degan qofiyalarimizda D harfi ravi bo'ladi. Qofiyamiz asos holatda bo'lgani uchun muqayyad qofiya bo'ladi. Bu yerda aylagay bir so'zdan iborat radifni biz yig'iq radif deb olamiz yoki sodda radif deb olamiz. Xo'p. Bu g'azalimiz jami 9 baytdan iborat ekan. Demak, birinchi baytda nima dedi? Ko'ngli buzuq, ya'ni ko'ngli ozor ko'rgan, ranjigan bir insonni xotirini shod qilsak, ya'ni uni ko'nglini xursand qilsak, oncha bor, ya'ni shuncha marta Ka'ba vayron bo'lsa, xuddi uni obod qilganday savobga erishamiz. Demak, bu yerda insonning ko'ngli go'yoki bir Ka'baga o'xshatilyapti. Bu tashbih.
Birovning ko'nglini xursand qilsak, Ka'bani qurganday savob beriladi. Birovning ko'nglini ranjitsak, Ka'bani vayron qilganday gunohga botamiz. Endi bu yerda vayron va obod so'zlari antonim so'zlar bo'lgani uchun bu tazod bo'ladi. Ikkinchi bayt. Garchi xalq ozodasi men, yor agar bandam desa, andin ortuq anglakim, bir banda ozod aylagay. Nima deyapti? Qarang. Garchand men xalqning ozodasiman. Ya'ni bu dunyodagi odamlarni ichida men ozodman. Ya'ni men qul emasman, erkin, ozod insonman, hurmatli insonman. Endi agar yor bu Alloh. Agar Alloh meni bandam desa, ya'ni banda so'zi bilasiz bu qul, mani qulim Navoiy mani qulim desa Alloh. Undan ortiq angla, sen shuni anglaki, bir bandani ozod aylaganday bo'ladi. Ya'ni agar Alloh bu meni qulim, bu meni bandam desa, demak bir bandani, ya'ni meni Alloh ozod qilgan bo'ladi. Va bir banda ozod bo'lganday, bir qul ozod bo'lganda qanday quvonsa, men shunday quvonaman. Endi bu yerda bir narsa bor, ya'ni meni qullik, agar Alloh meni qulim desa, meni qullikdan ozod qilgan bo'ladi deganning ma'nosi, biz insonlar bu dunyoga qulmiz. Ya'ni bu dunyodagi nafsimizga qulmiz. Bu inson bu dunyoga kelar ekan, nafsiga qul bo'lib keladi. O'sha nafsga, shaytonga qul bo'lishdan qutulish uchun, bu qullikdan ozod bo'lish uchun Alloh bizni qulim deyishi kerak. Allohga qul bo'lish bu nafsga qul bo'lishdan qutulishimizga yordam beradi degan ma'nolar bor. Endi bu yerda qarang, ozoda, ozod so'zlarini biz ishtiqoq deb olishimiz mumkin, o'zakdosh so'zlar. Endi bu yerda bandalik bilan ozodlik qarama-qarshi tushunchalar, bu tazod. Bu yerda banda so'zi takrorlangan birinchi va ikkinchi misrada, biz buni takrir deb olishimiz mumkin. Keyingisi, yordin har kimki bir so'z der. Ya'ni yor bu Alloh. Kim meni yorim haqida bir so'z aytishni boshlasa, Allohni kimdir ta'riflab boshlasa, tuganmasdan burun, ya'ni uni gap so'zlari, yor haqidagi guringlari, fikrlari tugamasidan oldin, men istaymanki avvaldan yana bunyod aylagay. Ya'ni avvalidan degani bu boshidan yana gapirib boshlasin. Bunyod aylasin degani o'zini suhbatini, o'zini gapini boshidan boshlasin. Men shuni istayman deyapti. Qarang, bu yerda qanday Allohga bo'lgan ishq bor. Agar kimdir, har kimki bir yorim haqida bir so'z aytishni boshlasa, uni so'zi tugamasidan oldin men istayman u boshidan yana aytishni boshlasin. Ya'ni yor haqida eshitkim kelaveradi degan ma'no bor. Endi biz bu yerda tanosib san'ati bor deyishimiz mumkin. Boshqa san'at topolmaymiz. Unutmanglar, har bir baytda, g'azallarda tanosib san'ati bo'ladi. Qarang. Yor hijronidan o'lgumdir. Ya'ni yorning ayrilig'ida o'laman. Bu nav ermish sazo. Sazo degani bu bir jazo desak ham bo'ladi. Bu nav so'zi xil degani. Bu xil jazo ekan u kishiga
birovga o'zini mu'tod aylagay. Mu'tod aylash bu odatlanish, o'rganish degani. Mu'tod bu odat, aylagay bu qilish. Ya'ni qarang, ul kishiga deganda birovni aytyapti. Har qanday bir inson birovga o'zini mu'tod qilsa, ya'ni birovga o'rganib qolsa, birovga odatlanib qolsa, ya'ni birovni yaxshi ko'rib qolsa, unga bu nav sazo emish, ya'ni bu xil jazo beriladi. Qanday jazo beriladi? Hijronda o'ladi. Demak, bu yerda hijrondagi o'lim jazosi haqida gap ketyapti. Demak, Navoiy yorga ko'ngil qo'ydimi, unga odatlandimi, endi hijronda o'lishi aniq. Bu yerda yor, hijron, sazo so'zlarini tanosib sanati deb olishimiz mumkin. Xo'p, keyingi baytga o'tamiz. Necha sabr avroqi yozg'ay ko'nglimu bir ohila, sarsari ishqing yetib borini barbod aylagay. E'tibor qilamiz, sabr avroqi. Avroq bu VRK, varaq. Sabrning varag'i. Albatta bu istiyora, o'xshatish. Sabrning daftari desak ham bo'ladi. Nima deyapti? Meni ko'nglim necha sabrning daftarini yozdi. Lekin bir oh chekdimu, o'sha bir oh bilan sarsari ishqing. Sarsar bu shamol degani. Ishqning shamoli yetib keldi-yu, barchasini barbod qildi. Bu yerda ishqning shamoli bu ham istiyora bo'ladi. Qarang qanday chiroyli ma'no. Ya'ni mani ko'nglim daftarga sabr haqida yozib o'tirgan edi, men sabr qilib o'tirgan edim, lekin bir oh chekdim va ishqning shamoli kelib, o'sha daftardagi barcha varaqlarni uchirib ketdi. Bu degani sabrim qolmadi, sabr kosam to'ldi. Endi bu ayriliqqa men chidolmayman degan go'zal bir ma'nolar bor. Endi qarang, ko'ngil sabr varaqlarini yozyapti. Ko'ngil jonlantirilgan, bu tashxis. Bundan tashqari bir oh bilan shu darajada bo'lishi mubolag'a, ya'ni bo'rttirish sanati bo'ladi. Shayxdin zuhdi riyoyi kasb bo'lur yorab qani, dayir piri kim fano rasmini irshod aylagay. Endi bu yerda lug'atlar bilan ishlaymiz. Qarang, shayx. Navoiyning ijodida shayx va zohid so'zlari bular salbiy obraz. Ya'ni shayx va zohid. Shayx dindor, zohid bu tarki dunyo qilib, tog'ga chiqib ketib, kecha kunduz ibodat qiladigan odam. Lekin biz Navoiyni g'azallarida shayx va zohid obrazlarini ko'rganimizda, xolis Alloh uchun emas, balki odamlarning ko'zi uchun, ularga maqtanish uchun, riyo uchun ibodat qiladigan odamlarni tushunamiz. Ya'ni aytayaptiki, shayxdan zuhdi riyo. Qarang, zuhd bu taqvo degani. Riyo bu ikkiyuzlamachilik, munofiqlik. Faqat odamlarni ko'zi uchun ibodat qilish, kasb bo'ladi degani yuzaga chiqadi. Ya'ni shayxdan riyoning taqvosi yuzaga chiqdi. U riyo asosida taqvo qilyapti xolos. Ey Xudo, qani dayirni piri. Dayir bu dunyo. Endi dayirni piri deganda bu dunyodagi asl, haqiqiy pir, haqiqiy ustoz, haqiqiy taqvodor qani ey Xudo deyapti. Dayir piri qanday bo'ladi? Dayir piri fano rasmini irshod aylaydi.
irshod aylash bu to'g'ri yo'lni ko'rsatish ekan, ya'ni o'sha to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Dayrni piri, dunyoni piri. Fano rasmi nima? Fano bu o'z nafsidan kechib Allohga yuzlanishni maqomi. Buyuk bir maqom, bu fano deb aytiladi. Rasm bu odat. Fano rasmi degani demak poklanish odati. O'sha poklanish odatini o'rgatadigan dayrni piri qani ey Xudo deyapti. Bunday pirni topolmadim deb qiynalyapti. Endi bu yerda shayx bilan dayr piri bir-biriga qarama-qarshi qo'yilgani uchun bu tazod bo'ladi. Yo Rab deganda Allohga murojaat qilgani uchun bu nido bo'ladi. Bu yerda shayx, dayr piri, zuhud, riyo, yo Rab so'zlari mazmunan yaqin so'zlar bo'lgani uchun bu tanosib sanati bo'ladi. Keyingi bayt. Odam avlodida kamdur odamiylik shevasi. Sheva bu odat. Odam ermas ulki mayli odamizod aylagay. Ya'ni buni ma'nosi shundayki, odam avlodida, insonlarning orasida odamiylik shevasi, ya'ni odamgarchilik odati kamdir. Haqiqiy insoniylik qiladiganlar juda kam bu dunyoda. Haqiqiy odam bu odamzod bo'lish uchun, chin inson bo'lish uchun kurashishi kerak. Shuni o'ziga mayil qilishi kerak degan ma'no bor. Bu yerda birinchi va ikkinchi misra odam degan bir xil so'z bilan boshladi. Bu anafora. Biz anaforani iltizom deb aytsak ham bo'ladi. Bundan tashqari odam, odamiylik, odamzod so'zlarini hammasini o'zagi bir xil, bular o'zakdosh so'zlar. Ya'ni biz buni ishtiqoq sanati deb olishimiz mumkin. Keyingisi. Ne balodurkim, falak har kimga chexsa tig'ikin, yongilib avval mening jonimga bedod aylagay. Demak, ne balo bu? Falak, ya'ni osmon, har bir odamga tig'i kinni tortsa, kin bu adovat, tig' bu xanjar. Ya'ni osmon har bir odamga adovatning xanjarini tortsa, yongilib, ya'ni yanglishib avval meni jonima zulm qiladi. Bedod so'zi bu zulm degani. E'tibor qiling, juda go'zal ma'no. Bu yerda falak tushunchasi jonlantirilgan, bu tashxis bo'ladi. Kinning tig'i, ya'ni adovatning xanjari bu istiyora, ya'ni o'xshatish bo'ladi. Endi mubolag'a deyish ham mumkin. Yanglishib faqat meni jonima zulm qiladi, bu falak deyapti. Keyingisi. Besha ichra devlar maqtuli o'lsun ey pari. Gar Navoiy yana azmi astrobod aylagay. Besha bu o'rmon. O'rmonni içinde devlar maqtul bo'lsin. Maqtul bo'lsin degani, maqtul bu qatl, o'lsin degani bo'lsin. Ya'ni o'rmonning ichidagi devlar halok bo'lsin deyapti. Ey pari, ey yor, qachon? Agar Navoiy yana astrobodga azm aylasa, Navoiy agar yana astrobodga qarab yo'lga chiqsa, Navoiy astrobodga qarab harakatlanib ketsa, yo'ldagi o'rmondagi devlarni hammasi halok bo'lsin deyapti. Endi bu yerda biz beshani, o'rmonni go'yoki bir dunyo ramzi deb olishimiz mumkin. Dev deganda biz bu yerda bu dunyodagi nafsni tushunishimiz mumkin, chunki eng yomon dushman inson uchun bu nafs.
Endi Navoiyni Astrobodga qarab harakatlanishi bu Navoiyni Allohni huzuriga qarab harakatlanishini bildirishi mumkin. Agar men Alloh tomon harakatlanadigan bo'lsam, bu yo'ldagi nafs va turli xil shaytonni nayranglari daf bo'lsin degan go'zal bir ma'no ham bor. Ey pari deganda yorga murojaat qildi, nido bo'ladi. Astrobod tarixiy joy nomi keldi, bu talmih bo'ladi. Ya'ni bu yerda qanday voqeaga ishora bor? Bilamizki, Alisher Navoiy Astrobodga hokim qilib yuborilgan va o'sha yerga aslida Navoiyni surgun qilishgan desak ham bo'laveradi, saroydan uzoqlashtirish uchun. Bu yerda o'rmon, devlar, pari so'zlarini tanosib deb ham olishimiz mumkin. Xo'p, savollar ichida ikkinchi savolga qarang. Lirik qahramon nima deyapti? Ozod holida ham yor agar bandam desa, bir banda ozod bo'lganidek xursand bo'laman deyapti. Bu fikr ikkinchi baytda aytildi. 6-baytda shoir nima dedi? Shayx uzlatga chekinib, 200lamachiligini boshlayotganidan yozg'irib, tariqatning tartibini ta'minlab, haq yo'lidan yo'qlikka ketishni ko'rsatadigan yo'lboshchi qayerdaligini so'rab, Yaratganga murojaat qiladi Navoiy 6-baytda. Mana bu savolga qarang. 7-baytda nima deydi Navoiy? Odam avlodida kamdir odamiylik shevasi misrasi orqali shoir insondagi qanday qusur va illatlarni nazarda tutgan. Insoniylik deganda u nima haqida gapiryapti deb bizga savol qo'yishibdi. Xo'p, keyingi g'azalimiz bu kecha kelgumdur g'azali hisoblanadi. Demak, bu g'azalni hozir tahlil qilib ko'rib chiqamiz. Qofiyalanishi. Gulro, uyqu, badho, qorong'u, kulgu, suv, o'tru, qayg'u. Endi qarang, bu yerda qofiyani ayrimlar, ya'ni qofiyadagi ayrim misralar u bilan tugasa, ayrim misralar o bilan tugagan. Eski o'zbek yozuvida u, o bu bir xil ifodalangan. Shuning uchun uni ham, o'ni ham bemalol ravi deb aytishimiz mumkin. Endi qofiyaning turi bu muqayyat bo'ladi, ya'ni asos holatda. Mana bu kelmadi degan radifimiz bu sodda radif bo'ladi. Qofiyalanish tartibi har doimgidek a, b-a, d-a, e-a, f-a, g-a, h-a bo'lishi mumkin. G'azalimiz 7 baytdan iborat. Agar sanab ko'radigan bo'lsangiz, bu 7 bayt ekan. Endi biz boshlaymiz. Bu g'azal qachon yozilgan? Bu payg'ambarimizga yozilgan g'azal. Alisher Navoiy o'sha 12 yoshlarida kechasi tush ko'radi va tushida payg'ambarimiz kelib unga ilm o'rgatadi va Navoiyga payg'ambarimiz hali yana kelaman, tushingga kiraman, g'oyibona uchrashamiz deb aytib ketadi va ertasi kuni o'sha Navoiy o'sha tush ko'rganidan keyin uyqudan yig'lagan holatda uyg'onadi va payg'ambarimizni sog'inib, kechasi kelaman, tushingga kiraman degan edi, kelaman deb kelmadi va men bundan ezilyapman deb iztirob chekib mana shu g'azalini yozgan hisoblanadi. Xo'p. Mana kecha kelgumdir debon, ul sarvi gulro kelmadi, ko'zlarimg'a kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Ma'nosi tushunarli. Kecha kelgumdir dedi, ya'ni kelaman dedi, lekin o'sha sarvi gulro kelmadi. Sariv bu sariv daraxti, yorni qomati tik va uzun bo'lgani uchun sariv daraxtiga o'xshatiladi. Gulro bu gul yuzli degani.
o'sha gul yuzli saruvday yorim kelmadi va u kelmagani uchun men kechasi bilan to tong otguncha uyqu kelmay uxlamay chiqdim degan ma'no bor. Demak, bu yerda qarang, mana bu yerda kecha kelgumdir deganda keki yoki ko'zlarimga kecha deganda ham keki bir xil tovushlar bilan boshlangan so'zlar nima edi? Bu alliteratsiya deb aytilar edi yoki tavziya desak ham bo'ladi. Endi mana bu kecha bilan tong so'zini bir-biriga qarama-qarshi so'z tazod desak bo'ladi. Endi kechasi ko'zimga uyqu kelmadi deganda baribir bo'rttirish ma'nosi bor. Buni mubolag'a desak bo'ladi. Gul yuzli saruv deganda yorni o'xshatyapti. Saruvga, gulga buni istiora deb olishimiz mumkin ekan. Ikkinchi bayt. Lahza chiqdim, ya'ni sekund-ma-sekund ko'chaga chiqdim, uni yo'lini poyladim, chekdim yo'lida intizor bo'lib uni kutdim. Keldi jon og'zimga, ya'ni jon og'zimga keldi, ular holatga yetdim, ammo u sho'xi badxo kelmadi. Sho'xni nimaligini bilamiz. Badxo nima? Badxo, bad bu yomon, xo qiliq, ya'ni o'sha yomon qiliqli vafosiz yorim kelmadi degan ma'no bor. Xo'p, bu yerda lahza so'zlari mana chiziqcha bilan takrorlangan so'z, bu mukarrar sanati bo'ladi. Mana bu yerda og'zimga jonim keldi degan ibora kelyapti. Bundan tashqari jon og'izga keldi-yu, ammo yor kelmadi. Bu yerda baribir qarshilantirish, tazod sanati ham bor. Xo'p, keyingi 3-baytga o'tamiz. Oraziydek oydin erkonda gar etdi ehtiyot, ro'zgorimdek ham ulg'onda qorong'u kelmadi. Ya'ni oraziydek oydin ekanida, ya'ni yorni orazi bu uni yuzi. Yorni yuzi nurli, oppoq, xuddi oydin bo'ladi. Oyday yorug' bo'ladi uni yuzi. O'shanday yorni yuzi qanchalar oq bo'lsa, meni hayotim ham oydin bo'lganida, ya'ni bu degani kunduz kuni atrof xuddi yorni yuziday oppoq bo'ladi-ku, o'shanda ehtiyot etdi, ya'ni o'zini saqladi. O'zini saqladi degani kelmadi, menga o'zini ko'rsatmadi yor. Endi ro'zg'orimdek ham bo'lganda, ro'zg'or degani bu turmush. Oshiqning turmushi qorong'u bo'ladi. Ya'ni mani ro'zg'orimday, mani turmushimday hamma joy qorong'u bo'ldi. Qorong'u kech tushdi, endi ham kelmayapti. Endi ham o'zini ehtiyot qilyapti, menga o'zini ko'rsatmayapti degan ma'nolar ifodalangan deyishimiz mumkin. Albatta, orazini, yuzini oydinlikka o'xshatgani uchun biz buni tashbih deb olib bilamiz. Albatta, bu yerda tazod qarshilantirish bor. Oydinlik bilan qorong'ulik bir-biriga qarama-qarshi va bu yerda ham xuddi mubolag'a sanati bor deb aytishimiz mumkin. Xo'p. Ul parivash hajridin yig'ladim devonavor. Ya'ni parivash degani vash qo'shimchasi, unutmanglar, bu vash qo'shimchasi, bu hozirgi day qo'shimchasiga to'g'ri keladi. Parivash bu pariday degani. O'sha pariday yorimni, albatta bu tashbih, hajrida, uni ayrilig'ida devonalarcha yig'ladim. Qaranglar, kimsa bormi? Anga degani bu unga desangizlar ham bo'ladi, uni desangizlar ham bo'ladi. Kimsa bormi? Uni ko'rganda kulgu kelmadi. Ya'ni mani ahvolimi ko'rganda kulgusi kelmagan bir kimsa qoldimi? Ya'ni bu degani mani devonalarcha yig'lab turganimni ko'rib, hamma mani ustimdan kuldi deyapti. Yig'lash bilan kulguni tazod deb qabul qilishimiz mumkin, antonim ekan. Yana nima deyish mumkin?
Xo'p, tanosib desak bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Hajr, mana bu devonavor yig'lash so'zlarini. Ko'zlaringdan necha suv kelgay deb o'ltirmang meni, kim bori qon erdi kelgan, bu kecha suv kelmadi. Qaranglar, men kechasi bilan yig'layapman, yorning ayrilig'ida yig'layapman, to'g'rimi? Endi ko'zlaringdan qancha suv kelar ekan, qancha ko'z yosh to'kar ekansan, qani ko'ramiz deb meni o'ldirib o'tirmanglar. Nimaga? Chunki mana bu kim so'zi, bu chunki degani. Chunki bori degani bu barchasi degani. Barchasi qon edi kelgan. Ko'zimdan kelgan narsaning barchasi qon edi. Bu kecha suv kelmadi. Demak, mani ko'zimdan bu kecha suv oqmadi, faqat qon oqdi, deyapti. Bu yerda suv so'zini takrorlangani uchun takrir deb olish mumkin. Ko'z yoshini qonga o'xshatgani uchun bir tashbih desangiz, o'xshatish desa bo'ladi. Mubolag'a, bo'rttirish deyishimiz mumkin. Yaxshi. Tolibi sodiq topilmas. Ya'ni bu izofa, tolibi sodiq degani o'rnini almashtiramiz. Sodiq tolib. Sodiq shogird topilmaydi. Ishq yo'lidagi tolib topilmaydi. Yo'qsa yoki bo'lmasa kim qadam qo'ydi yo'lga? Avval qadam ma'shuqe o'truv kelmadi. O'truv degani bu ro'para. Avval qadam ma'shuqa ro'para kelmadi. Ya'ni bu yo'lda sodiq tolib topilmaydi. Yoki bo'lmasa, qarang, kim qadam qo'ygan bo'lsa ham bu ishq yo'liga, u ma'shuqani ko'rmadi, u ma'shuqaga ro'para kelmadi hali, deyapti. Xo'p, ya'ni yor baribir g'azallarda Alloh bo'ladi. Tanosib san'ati deyish mumkin. Tolib, ma'shuqa so'zlarini. Boshqa san'at yo'q. Maqta, ya'ni oxirgi bayt nima deb aytiladi? Maqta. Maqtani tekshiramiz. Ey Navoiy, bu nido, o'ziga o'zi murojaat qilyapti. Ey Navoiy, boda bilan xurram qil ko'ngil uyini. May ich va ko'ngling uyini shod qil. Nimaga? Chunki boda kelgan uyga qayg'u kelmaydi. Boda nimani ramzi? Boda bu Allohga bo'lgan ishqning ramzi. Ko'nglingni ishq bilan to'ldir, shunda ko'nglingga qayg'u kelmaydi, chunki Allohni sevgan qalb bu dunyo uchun ezilmaydi, siqilmaydi degan ma'nolar bor. Endi boda so'zi takrorlangan ekan, biz buni takrir deyishimiz mumkin, yoki ko'ngil uyi desa biz buni istiyora o'xshatish deb ham olishimiz mumkin.